bitta erkak kishini ovozi eshitilyapti-da ularga. Keyin yo bo'ldi, mana yopishdi. Qarang. Mana yerda o't ketyapsiz. Mana shu yerdan ichkaridan ovoz eshitilibdi. Shu yerda. Ovoz eshitilibdi-da, keyin bitta ayol bilan bitta erkakda ovoz eshitilyapti debdi. Endi qarang, bular kirsaymish biz mana oynakda uyog'idagi bino turibdi-ku, ana burchakdagi. Ana bino. Derazasi yo'q. Bu oynak emas, ha, o'sha derazasi yo'q tomon, o'sha tomondagi spalniyda ekanmiz-da. Derazasi u tarafga qaraganmi? U tomonga qaragan. Mana o'sha xona burchakdan bizni ovozimiz mana akfa hamma yoqda ko'rib turibsiz. Agar mana shu yerda bo'lsa, mana yerda pust o'tsangiz aytdan. Bitta uchastkovoy kelyapti ekanda, mana aytda qarasangiz, eng haligi sizni shubhalantiradigan tomoni 3 ta uchastkovoy, 4 ta oper, bitta detskiy inspektor, 2 ta zam, shunaqada hammasi haligi nima jinoiy to'da birlashishganda ular. Keyin endi mana yerda mana shuncha akfani ko'ryapsiz. Mana o'na burchakdagi uyda bitta erkak bilan bitta ayol bor ekanda, mana yerda uchastkovoy o'tib ketib tursa ovozi eshitilar ekan. Ular hozir internetga boshqacha gapiryapti, ko'rsatmalar boshqacha, sudda boshqacha gapirishyapti. Endi aytayaptiki, sudda biz deyapti, bunga kirsak shunaqa ahvolda ekan, sirazi qaytib chiqib ketdik. Nima, Azam Haminjonov derazani oldidan bir proverka qilib o'tgan ekan, ovozi eshitilibdi erkak kishi bilan xotin kishini. Endi tasavvur qiling, bitta erkak, bitta ayol, xona ana shu burchak, oynaga u tomonga qaragan, ana bino. Mana qarangda, agar bunday o'ylab ko'rsangiz, mantiqani, butun o'sha bitta soliqni boshlig'i birorta bir haligi dom nimaga boradi-ku, agar mana yerda ko'rsangiz, mana birinchisi hokim uyi. Undan keyin nachalnikning uyi. Keyin mana prokurorning uyi. Endi qarang, mana nalogning uyi bo'lsa, endi shunda bunday o'ylab ko'rsangiz, kunduzi soat 4 da mana shu shuncha rahbarlarni o'rtasidagi xonadonga birorta aqlli odam, birorta bir betamiz ayolni olib kelmaydi. Keyin magazinni ham ko'rdingizmi, Alkamarket qayerdaligini? O Alkamarket ko'chani anag'idagi bola, keyin mashinada o'tgan odamni ham ko'rolmaydi u. Keyin u aytayaptiki, voyaga yetmagan maktab formada, lekin 102 xabarini o'qib ko'rsangiz, ichida nima xulqi buzuq ayolni olib kirib ketdi deb xabar bergan u. Nimaga endi u gaplar to'g'ri kelmayapti? Keyin u aytgandiki, menga Azam Haminjonov kelib aytdi, ko'rsatma berdi, menga telefon qilgan dedi, deyapti. Haqiqatan kamera yozuvlarida ham ko'rsangiz, Azam Haminjonov bu uydagi nimasini spektaklini oxiriga yetkazdirib-oq, ichki ishlarga borgandan keyin qaytib kelib turib, bu bolani oldiga mashinasida kelgani ko'rinadi. Endi bular aytayaptiki, manitga mana o'sha binoni yana sizga qaytadan keltiryapmanki, agar o'sha aqa oynaga qarab turgan, burchakdagi ana shu binodagi ovoz hech qachon bu yoqqa eshitilmaydi-ku. Ham agar kimdir, qaysidir ayol bilan erkak nimadir ish qilish uchun kirib ketsa, menimcha ovozini boricha nima qilmasa kerak, bir-biri bilan gaplashmasa kerak ega. Oshxona qaysi tarafda? Oshxonasi ham ona burchak, narigi burchagida. O'sha haligi rasmlarda ham ko'rsangiz, delani ichidagi rasmlarda. Umuman bu yerda bo'lishi mumkin emas-da, ularni ertaga o'xshamayapti. Bular endi oldingi sudda boshqacha pokazaniya beradi. Endi mana kassatsiya sudida ko'ramiz nima deb pokazaniya berishini bular. Chunki mana o'z isbotini topdi, nimada ham ko'rinib turibdi.